Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumizda biz integral mavzusini ko'rib o'tamiz. Demak, boshidan boshlaymiz. Integral nima o'zi? Integral hosilaga teskari ish. Masalan, x ning hosilasi 1. X ning hosilasi 1 bo'lsa, demak 1 ning integrali x bo'ladi. X kvadratning hosilasi 2x bo'lsa, demak 2x ning integrali x kvadrat bo'ladi. Bu hosilaga teskari ish. Shundan iborat, boshqa hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Demak, endi sali qiyinroqlarga o'tamiz. Masalan, sinus x dan hosila cosinus x. Demak, integral cosinus x dx teng sinus x ga teng bo'ladi. Mana xuddi shunday narsa va cosinus x dan hosila minus sinus x ga teng. Minus sinus x dan boshlang'ich cosinus x ga teng. Cosinus x ga teng. Va tangens x dan hosila 1 taqsim cosinus kvadrat x bo'lsa, integral 1 taqsim cosinus kvadrat x kvadrat dx tangens x ni beradi. Va kotangens x dan hosila minus 1 taqsim sinus kvadrat x bo'lsa, integral minus 1 taqsim sinus kvadrat x dx kotangens x ga teng bo'ladi. Xuddi shunday hosilaga teskari ish degani. Endi sal mukammalroqlarga o'tamiz. Masalan, x taqsim x plus 2 dan boshlang'ich olish. Buni ko'rib o'tsak, mana bu tepa suratidagiga 2 ni qo'shib ayirib olamiz va x plus 2 yozib olamiz shunaqa qilib. Bu nima bo'ladi? Endi mahraj qilib yozib olsam, mana bu birinchi qavsni va minus 2 ni. Demak, x plus 2 taqsim x plus 2 1 ni beradi va minus 2 taqsim x plus 2 qoladi va boshlang'ich dx. Boshida o'tganimizdek, birdan boshlang'ich x, boshida buni yozish esdan chiqibdi. 1 taqsim x ning boshlang'ichi ln x beradi. ln x. Endi bunda 1 ning boshlang'ichi x bo'lgandan keyin 2 taqsim x plus 2 ning boshlang'ichi 2 ln x plus 2 va s ham bor. Buni yozish har doim ham shart emas. Mayli, bularga ham yozib qo'yamiz. S o'zgarmas son. Demak shu. S konstanta. Demak, integral oddiylari mana shulardan iborat. Bunda ham s qolib ketibdi. S-ni qo'yib qo'ysak. Demak, men bor formulalarni yozib berish niyatim yo'q. Buni keyinroq kanalga tashlab qo'yaman, o'rganib olasizlar.